bir yil qishda, sovuqda xalq issiq bilan ta'minlanadimi yo'q? Savolga har xilcha javob bersam bo'ladi. Masalan, men o'zim ham qishloqda turaman, o'zimning uyimda ham 2-3 marta svet o'chadi. Sababini so'rayman. Nima sababdan bo'ldi? Transformator yonib ketgan bo'lsa, перегрузкаdan men borib nega sal unaqa qildilar deb aytolmayman. Nimaga chorasini ko'rmaydi shuni yozdi? Nimaga planирование aytyapmiz? Har kuni elektr asboblarni kundan kunga aholi ko'p sotib olyapti. Oddiy sochini tarash uchun ham, yuvinish uchun ham, quritish uchun ham, холодильникlar, konditsionerlar, qator zaryadkalar, mashinalarga qadar. Lekin shuni hisob-kitobni kimdir qilish kerakmi? Rejalashtirilgan. Konkret javob bering aholiga. Siz kirib ko'ring, bizni yeb qo'ying dedi. Borgan vaqtimizda. Uyimga kiring, ko'ring deyapti. Kirib ko'ryapmiz. Yashash sharoiti muzlayapti. Nasibet bor, nakaz. Nima qilish kerak bu? Aholiga konkret javob bering. Bir shunday o'tib ketish kerakmi? Mana hozir to'g'ridan to'g'ri savol beryapti deb aytibdilar raisimiz.